bemor 1 oy, 2 oylab umuman cho'mila olmayotganligini, badani sasib ketayotganligini, agar cho'milsa badanida kuchli qichishish paydo bo'layotganligini va u qichishishga chiday olmayotganligini aytib shikoyat qilib keldi. Bemorning so'ziga ko'ra, bemor agar iliq suvda yoki issiq suvda cho'milsa, badanida cho'milgandan keyin juda kuchli chidab bo'lmas qichishish paydo bo'ladi terisida. Lekin sovuq suvda cho'milsa, qichishish yo'q. Ammo sovuq suvda cho'milsa, shamollab qolayotganligini shikoyat qilib keldi. Bizga kelishidan oldin bir nechta shifokorlarda davolangan, muolajalar olgan. Ular suvga bo'lgan allergik reaksiya, suvga allergiya deb bemorni davolashgan. Biz aytdikki, borib bir qon tahlili qilib keling, qani allergik komponentlaringizni bir ko'raylik qani dedik. Qon komponentlarini ko'rib chiqsak, qonning gematologik tahlili umuman boshqa narsani ko'rsatib turibdi. Bu bemorda juda ham kam uchraydigan genetik kasallik politsitemiya vera degan kasalligi aniqlanib qoldi. Ba'zan shunday holatlar bo'ladiki, bemorda psixogen qichishishlar vujudga keladi. Biz bilmoqchi edik bu bemorni qon tahlili orqali, qani bu bemorda allergik qichishishmi yoki psixogen qichishishmi yoki organik qichishishmi? Biz bildikki, bu bemorning terisida organik qichishish ekan. Bu politsitemiya vera deb ataladigan kasallik. Bu kasallikda akvagen pruritus degan holat uchraydi. Ya'ni teriga issiq suv yoki bo'lmasam iliq suv, issiq bo'lib kuydiradigan darajada emas, sal issiqroq dush qabul qilsa yoki iliq dush qabul qilsa, bu bemorni badanida chidab bo'lmas darajada kuchli qichishishlar paydo bo'ladi. U qichishishlarni ba'zan o'sha qichishishga qarshi, allergiyaga qarshi dorilar ham ba'zan bosmaydi. Bu bemor bu holatidan juda ham kuchli aziyat chekkanligidan oxiri o'zimni bir narsa qilib qo'yaman doktor, boshim shamollashdan chiqmayapti. Muzday suvda, yaxday suvda dush qabul qilsam badan qichishmaydi, lekin iliq suvda dush qabul qilsam badan qichishadi. Dush qabul qilmasam badan sasib ketadi. Muzday suvda shamollab qolaman. Xullas boshim muammoda, qanday yechim topishni bilmayapman deb murojaat qilib keldi. Uni davolagan shifokorlar ham siz bir psixiatrga borib ko'ring, balki sizdagi qichishishlar psixogen qichishishdir deb bizga jo'natib yuborishganda. Keyin biz shu holatni topdik. Bu holat genetik kasallik hisoblanadi. Buni umuman tuzatib, davolab 100% boshqa qaytarilmaydigan holat qilib yuborishning imkoniyati yo'q. Lekin bu bemorni bemalol iliq dush qabul qila oladigan, hammamiz kabi dushda maza qilib cho'mila oladigan holatga tushirib davolash mumkin. Biz uni davoladik, hozirgi kunda o'sha davolarini, muolajalarini davom ettirib turibdi va bemor bemalol iliq dush qabul qila olyapti.